Assalomu alaykum hurmatli tadbir ishtirokchilari. Mana bugun biz viloyatimiz hokimi Xayrulla Haydbayevich Bozorov tomonidan tasdiqlangan korrupsiyaga qarshi kurash borasida hududlarda olib borilayotgan ishlar, shuningdek ochiq, shaffof va hisobdor hudud loyihasi doirasida amalga oshirilgan ishlar va ularning natijadorligi yuzasidan o'tkaziladigan brifing reja jadvaliga asosan bugun mana biz o'sha korrupsiyaga qarshi kurash borasidagi amalga oshirilayotgan ishlar haqida bugun ma'lumot beraman. Davlatimiz rahbarining 2021-yil 6-iyuldagi korrupsiyaga qarshi murassasiz munosabatda bo'lish muhitini yaratish, davlat va jamiyat boshqaruvida korrupsiyaviy omillarni keskin kamaytirish va bunda jamoatchilik ishtirokini kengaytirish chora-tadbirlari to'g'risidagi PF 6257 sonli farmoni va korrupsiyaga qarshi kurash faoliyatini samarali tashkil etishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi PQ 5177 sonli qarori bo'yicha bizning tumanimizda ham bir qator ishlar amalga oshirib borilmoqda. Xususan, tumanimizda korrupsiyaviy holatlarni oldini olish va unga o'sha qarshi kurash murassasiz munosabatda bo'lish borasida barcha tumandagi huquqni muhofaza qiluvchi organlar va korxona tashkilotlar bilan birgalikda shu tuman prokuraturasi tomonidan bir qator ishlar amalga oshirib borilmoqda. Olib borilgan ishlar natijasiga ko'ra 2022-yil davomida bir qator ijobiy natijalarga erishildi. Xususan, tumanimiz hududida jami bo'lib 72 ta turli xildagi jinoyatlar sodir etilganligi qayd etilgan bo'lib, bu ko'rsatkich 2021-yilga nisbatan 5 taga kamaytirilishga erishildi. Endi jinoyatlarni turlari bo'yicha tahlil qilganimizda uncha og'ir bo'lmagan jinoyatlar 25 ta, og'ir jinoyatlar 15 ta, o'ta og'ir jinoyatlar 2 ta qayd etilgan. Iqtisodiy jinoyatlar yo'nalishida jami 28 ta jinoyatlar qayd etilgan bo'lib, bu ko'rsatkich 2021-yilga nisbatan 18 taga oshgan. Shuningdek, mulkni talon-taroj qilish, ya'ni Jinoyat kodeksining 167-moddasida ko'rsatilgan jinoyatlar 9 ta qayd etilgan bo'lib, o'tgan yilga nisbatan, ya'ni 2021-yilga nisbatan 4 taga oshgan. 2022-yil davomida tumanimizda olib borilgan targ'ibot tadbirlari, shu korrupsiyaga qarshi kurash borasida olib borilgan ishlarimiz o'z ijobiy natijasini berib, o'tgan yil davomida tumanimizda poraxo'rlik, pora olib berishda vositachilik qilish, pora berish va boshqa shu korrupsiyaviy jinoyatlar sodir etilishiga yo'l qo'yilmadi. Endi bu sodir etilgan jinoyatlarimizni tumanimiz hududidagi o'sha sektorlar hududimiz bo'yicha tahlil qilganimizda, birinchi sektorimiz hududida 5 ta jinoyatlar sodir etilgan va o'tgan yilga nisbatan shu jinoyatlar soni o'tgan 4 taga kamayishga erishilgan. Lekin ikkinchi sektor, ya'ni men o'zim rahbarlik qilayotgan ikkinchi sektor hududida jami bo'lib 48 ta jinoyatlar sodir etilgan bo'lib, bu jinoyatlar ko'rsatkichimiz o'tgan 2021-yilga nisbatan 5 taga oshgan. Shuningdek, 3-sektorimiz hududida 5 ta jinoyatlar sodir etilgan bo'lib, 2021-yilga nisbatan 6 taga kamaygan. Shuningdek, 4-sektorimiz hududida 14 ta jinoyat sodir etilgan va bu ko'rsatkich 2021-yilga nisbatan 1 taga oshgan. Sodir etilgan jinoyatlarda 72 ta jinoyatlarda endi 24 tasi yoki 33% oldini olish mumkin bo'lgan jinoyatlar. Ya'ni oldini olsa bo'ladigan jinoyatlar va qolgan 48 tasi yoki 66 undan 7% aniqlanadigan jinoyatlar tashkil etadi. Oldini olish mumkin bo'lgan jinoyatlar soni 24 tani tashkil etsa, bu har bir 100 ming aholiga nisbatan 29 undan 8 tadan to'g'ri kelib, viloyatimiz hududida ijobiy natijani ko'rsatgan bu ko'rsatkich. Endi aniqlanadigan jinoyatlarimiz soni 48 tani tashkil etib, har 100 ming aholiga nisbatan 59 undan 6 tadan to'g'ri keladi. Umumiy jinoyatlarning 50% hisobot yilida sodir etilgan bo'lsa, har bir 100 ming aholiga nisbatan 44 undan 7 tadan to'g'ri kelib, ijobiy holatda qayd etilgan. Mana tumanimizda 27 ta mahalla fuqarolar yig'inlari mavjud bo'lib, joriy yilda shu 2021-yil davomida sodir etilgan jinoyatlarni tahlil qilganimizda
27 ta mahallalardan 9 tasi yoki 33 undan 3% qizil toifada, 18 tasi yoki 66 undan 7% mahallalar yashil toifasiga sifatida ro'yxatga olingan. Bundan tashqari shu korrupsiyaviy jinoyatlarni oldini olish borasida tuman prokuraturasi boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organlar bilan hamkorlikda olib borilgan ishlar natijasiga ko'ra davlat byudjetidan ajratilgan mablag'larni talon-taroj qilish bilan bog'liq jami 28 ta turli o'sha jinoyatlar aniqlangan va ushbu jinoyatlar natijasida davlat byudjetidan turli qurilish sohalari uchun ajratilgan mablag'lardan 7,5 milliard so'mi talon-taroj qilinganligi aniqlandi va barchasi bo'yicha bu holatlar bo'yicha tuman prokuratura huzuridagi departament tomonidan jinoyat ishlari qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borib, barcha jinoyat ishlari ayblov xulosalar bilan sudga yuborilishini ta'minladik. O'sha qurilish sohasida shu aniqlangan jinoyatlarimizdan mana bitta misol aytadigan bo'lsam, mana tumanimiz markazi Amir Temur ko'chasini 2 kilometr 200 metrini shu qismini obodonlashtirish ishlari bo'yicha davlat byudjetidan jami 6 milliard 300 million pul mablag'lari ajratilgan va ushbu o'sha ishlarni bajarish bo'yicha shu tumandagi xususiy korxonasi o'sha tender g'olibi bo'lib ishlarni amalga oshirgan. Bu ishlarni amalga oshirib o'z vaqtida shu ishlar yakuniga yetmagan va shu tuman aholisini haqli e'tiroziga sabab bo'lganligi sababli tuman prokuraturasi tomonidan tegishli mutaxassislarni jalb etgan holda ushbu ko'chada Amir Temur ko'chasida amalga oshirilgan o'sha qurilish ishlari, obodonlashtirish ishlari o'rganib chiqildi. O'rganish davomida aniqlanishicha xususiy korxonasi mansabdor shaxslari va o'sha boshqa mansabdor shaxslar o'zaro jinoiy til biriktirgan holda shu Amir Temur ko'chasini obodonlashtirish uchun ajratilgan 6 milliard 300 million pul mablag'laridan 1 milliard 723 million so'mi shu o'zlashtirish va restavratsiya qilish yo'li bilan talon-taroj qilganligi holati aniqlandi va ushbu holat bo'yicha 19 mart kuni men tomonimdan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 167-qismi A bandi va 209-modda 1-qismi, ya'ni o'zgalar mulkini juda ko'p miqdordagi o'zgalar mulkini talon-taroj qilish va mansab soxtakorligi o'sha jinoyatlari bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilib, shaxsan tuman prokuraturasi tomonidan tergov harakatlari olib borildi va ushbu jinoyat oqibatida davlat byudjetiga shu yetkazilgan zarar ish bajarish yo'li bilan to'liq bartaraf etilishi ta'minlandi. Tergov natijasiga ko'ra sud tomonidan yetkazilgan zarar bartaraf etilganligini hisobga olib, axloq tuzatish ishlari jazosi tayinlandi. Endi bunday misollarni ko'plab keltirishim mumkin. Hurmatli tadbir ishtirokchilari, biz mana joriy yilda ham, mana 2023-yilda ham tumanimizda korrupsiyaviy jinoyatlarni oldini olish va korrupsiyaga qarshi kurash borasida barcha huquqni muhofaza qiluvchi organlar birgalikda chora-tadbirlar dasturlarini ishlab chiqqanmiz va birgalikda ishlarni olib boryapmiz. Bu borada qarshi har bitta holat o'sha har bitta sodir etilgan nimaga nisbatan jazo muqarrarligini ta'minlash chorasini ko'ramiz. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat.